Bitta xarid qilsangiz yana bittasi sovg'a qilinadi. Bahor, kuz va qish mavsumida kiyiladigan yangi model erkaklar charm kurtkasini bitta xarid qilsangiz yana bittasi sovg'a qilinadi. Tashqi ko'rinishi o'ziga xos uslubda tikilgan. Kundalik hayotda, ishda, har xil uchrashuvlarda kiyishga mos keladi. Yaqinlaringiz uchun ham ajoyib sovg'a bo'la oladi. Otangizga, turmush o'rtog'ingizga, aka-ukalaringiz va do'stlaringizga bittasini sovg'a qiling. Bu safar olib kelgan bahor, kuz va qishki yangi model erkaklar charm kurtkasining materiali yumshoq. Egningizga kiyganingizda noqulaylik tug'dirmaydi. Havo o'tkazuvchanligi yaxshi, yuvib tozalash oson, suvga solib yuvishingiz mumkin. Ushbu charm kurtka tashqi qismining yorqinligi va kiygandan keyingi ko'rkamligi erkaklarning yoqtirishiga sabab bo'la oladi. Erkaklarning alohida kiyinish madaniyatini inobatga olgan holda uzun dizayndan foydalanilgan. Asl narx 699 ming so'm. Ushbu bahor, kuz va qishki yangi model erkaklar charm kurtkasining chegirma soni atigi 200 juft. Maxsus aksiya doirasida qo'ng'iroq qilgan birinchi 200 xaridor atigi 299 ming so'm evaziga xarid qilishlari mumkin. 299 ming so'm evaziga bir juft qora va jigarrang charm kurtkalarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bir charm kurtkaning narxiga ikkita charm kurtka xarid qila olasiz. 200 ta omadli xaridor ichga kira olsangiz, bu foyda oldingiz degani. Elastiklik darajasi yaxshi, sovuq havo kurtkadan o'tib ketmasligini ta'minlaydi. Mahsulot albatta sarflagan pulingizga arziydi. Shuning uchun bunda imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Chegirmadagi narx har doim ham bo'lavermaydi. Bir jufti atigi 299 ming so'm. Chegirmadagi mahsulot soni cheklangan. Shuning uchun hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering.